Davom etamiz. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasining Buxoro aeroporti, chegara bojxona posti va aviatsiya xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida noqonuniy xatti-harakatlarning oldi olindi. Gap shundaki, O'zbekistondan boshqa mamlakatga uchayotgan fuqaro qadimiy tangalar, ko'krak nishonlari va usta hunarmandlar tomonidan mohir did bilan yasalgan zargarlik buyumlarini yurtimizdan noqonuniy olib chiqmoqchi bo'lgan. Mamlakatimizdan Rossiya davlatiga chiqib ketayotgan fuqaroning buyumlari ko'zdan kechirilganda, uning yonida tarixiy ahamiyatga ega 16 dona ko'krak nishonlari va tangalar borligi aniqlandi. U ushbu madaniy boyliklarni noqonuniy ravishda xorijga olib chiqib ketayotganligi oydinlashdi. Aytish lozim, O'zbekiston Respublikasining madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risidagi qonunga muvofiq 50 yil muqaddam va undan ham oldinroq yaratilgan madaniy buyumlarni yurtimiz hududidan olib chiqib ketish qat'iyan taqiqlanadi. Shuningdek, ushbu shaxs yonida katta miqdordagi nodir zargarlik namunalari ham ma'lum bo'ldi. Olib chiqish me'yorlaridan ortiqcha bo'lgan jami 37 dona, umumiy og'irligi esa 226 grammni tashkil etuvchi qimmatbaho metalldan yasalgan zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, bojxona chegarasidan harakatlanish chog'ida jismoniy shaxslar o'zlari bilan respublikamiz hududidan umumiy og'irligi 65 grammgacha bo'lgan qimmatbaho metalldan yasalgan zargarlik buyumlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida qayd etmagan holda olib chiqib ketishlariga ruxsat etiladi. Ushbu miqdordan ortiqcha bo'lgan zargarlik buyumlarini albatta yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida qayd etgan holda bojxona to'lovlarini to'lab olib chiqib ketishlari mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saqlab qolingan madaniy boyliklar o'tgan asrning turli davrlarida zarb etilgan bo'lib, ular qadimiylik darajasini aniqlash va tarixiy ahamiyatini baholash maqsadida Buxoro viloyati madaniy meros boshqarmasiga badiiy ekspertizadan o'tkazish maqsadida taqdim etildi.